bugun sizlar bilan yangi yilga menga tushgan sovg'alarni birgalikda ochib ko'ramiz. Unda menga tushgan qiz 3 ta sovg'a beribdi menga bunaqa. Uning ismi Angela, Filippinlik qiz. Qarang, packaging chiroyliligini va har birini orqasiga yozgan. Kartlardan biri o'zingizning mamlakatingizdagi narsalardan olib kelsangiz ham bo'lardi. Bunaqa dried mango balls, quritilgan mango balllaridan beribdi. Filippin brand deb yozilgan. Archul Angela chiroyli yozar ekan. Kartulga va men sevimli yo'q, buni bilmas ekanman. Snack mix ding dong. Mabladan Filippines deb yozilibdi. Bu esa 3-chi sovg'amiz. Merry Christmas. I hope you love and wonderful time in the blah blah and Rotterdam. See you in February. Oh my god. Bugun sevimli ovqatimiz. Bu ham Filippiniki. Nimadir bu? Va bunaqa shrimplar bilan bo'lgan ekan. Menga buni yoqmaydi. Veradan keldi. Tanislar. Vera aytdiki, hammalaringizga bittadan o'zimning shaxsiy narsalarimdan beryapman, meni eslab yurishlaringiz uchun deb. Va o'zini bunaqa koftasini beribdi. Yana bitta do'konimizga ko'ylak, menga meni preferenslarimdan kelib chiqqan holda yopiqroq, uzunroq narsa bergan, qaranglar. Bo'lmasa boshqa qizlarga, boshqa do'konalarimga ochiqroq, orqasi ochiq shunaqa kiyimchalar tushdi. Endi bunga chiqsam bo'ldi. Buni ichida facial mask, yuz uchun maska, hamma qizlar yoqtirsa kerak. Tamom bo'ldi. Va bunaqa keychain, mini sodan ekan. Kaltga osadigan. Va metaldan bunaqa chiroyli ruchka. Bu narsa menga bunaqa narsa sovg'a qilishdi. Vera buni ham telefoningizni osib berasiz bo'yningizga. Menga rosa Barselonada kerak bo'lganda menday osib yurib, bemalol telefonda gaplashingiz, rasmni olsangiz bo'ladi. Hech kim qo'lingizdan olib qochib keta olmaydi. O'zingiz bilan ketasiz. Shunaqa. Mana shu narsa. Va xatlarni boshqa paytda ko'rsataman. Emily degan do'konim bor, irlandiyalik qiz, uni sovg'asini ko'ramiz. Mana. Birinchi navbatda jurnaling uchun mana shunaqa chiroyli book yozadigan. Ustini qaranglar, winter urib turibdi. Kiyimimga emas ekan. Mana shunaqa. Bunaqa chiroyli sochga taqadigan Emilydan. Bunaqa chiroyli earrings, sirg'a, yulduzchali, yurakchali. Unda ham xat. Maku. Ular meni Maku deb chaqirishadi. Buni ichida qiziq narsasi bor, hozirlarga ko'rsataman. Mana shunaqa tilagini yozgan va bizni chizishgan. Emilyni o'zi, Vera bu Emilia, bo'yi pastroq, bo'yini qarang, past qilib qo'yibdi va bunisi men ekanman, qo'limda telefonim bor. Meni blogger deb, influencer deb bilishadi. Men qo'limga doim telefon tutqazib qo'yishgan. Mana shunaqa. Bizda Emilia degan tailandlik qiz bor, do'konimiz. Mana bunaqa Kiko brandidan bizga pomada sovg'a qilibdi va buni bunaqa tomoni qaranglar. Muxlisa deb yozilgan, imini meni ismimni yozgan va orqasida Barselona ham. Yorug'likni yaxshi ko'rmasligim mumkin. Barselona va men bu yerda Sagrada Familia bor. Kiko, menga yoqadigan rangni tanlagan. Shunaqangi xursand bo'ldim. Ko'rishingiz mumkin. Muxlisa ismimizni har birimizga ismimizni yozib berdi. Mana bunaqa xatcha. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham Maku deb yozgan. Chunki meni hamma
Mako deb chaqiradi. Muxlisa deyish qiyin, hech kim aytolmaydi. Anaqa postcard Barselonada esdalik bo'lib qolish uchun. Look. Va ichida qiziq narsa yozgan. Sen bilan birinchi marta ko'rishganimizda senda 3k following bor edi. Sen mana shu duration davomida 40k ga yetding. Bu safar ko'rishganimizcha 100k bo'ldi. Niyat bildirib yozibdi men spesifik men uchun. Keyin kesam, u egasi ham uni ismi Emma. Menga sovg'a tayyorlab qo'ygan ekan. Bu narsa onangga dedi. Chashkacha, tagida likopchasi bilan. Uchun ekan, chiroyli kichik. Mana buni dadang uchun dedi. Ichini ochib qarayapman hali. Endi ochyapmiz. Qanaqa yaxshi odamlar bor hayotda. Nima ekan bu? Sharf ekan. Oh my god, I love it. Tashqari yana bitta narsa berdi. Uni ko'rsatishga uyalarkanman. Xullas, pijama bergan. Sal-pal ochiq-ochiq. Uydagilarimga, o'zingga deb menga marmelad pishirib berdi o'z qo'llari bilan. Behidan tayyorlagan. 2 kundan tayyorladi, buni muzlatadi. Yeydigan holat keladi. Shunaqa ham shirin, zo'r narsa. Avvalam bergan. Shuni olib ketasan deb berib yubordi. Juda ham minnatdorman hammadan.